Qiz yomon emas, kompaniyasi bor ekan. Prinsipi kelishib oldik. Sevgi men uchun shunchaki сделка, hech qanaqa hissiyot yo'q. Man, Fatima bu Fatima. Biz boshqa odamlarmiz. Voy, meni pompalolarim qalaysizlar. Men hech qachon hech kimga bog'lanib qolishni xohlamayman. Bu meni prinsipim. Maha appendisit bo'lib qolibdi, Istanbulga boramiz ekan. Eng yaqin reysga ikkita bilet oling, kelamiz uchamiz Istanbulga. Turmushga chiqyapsan, to'ying bo'lyapti. Yo ishingni tanla, yo meni tanla. Oyijon, xavotir olmang. Kuyov-navkaringiz kelguncha yetib boraman. Toshkentga reys kechiktirildi. Favqulodda holat. Ekipaj a'zolaridan birining to'satdan tobi qochib qoldi. Nima? O'rnimga kelin bo'lasan? Pasportimni yo'qotib qo'ydim. To'yga ulgurmayapman. Bitta pasportni begona shaharda olib ketish niyatim yo'q. Yaqinlashmang. Fatima, agar qo'rqayotgan bo'lsangiz 1-2 kun kutishimiz mumkin. Balki bir hafta. Hazillashyapsizmi? Hech qachon aeroportda qolib ketish bunchalik qiziqarli bo'ladi deb o'ylamagandim. Hayotda shunaqa. Eng qiziq narsalar kutilmaganda bo'ladi. Ichimdagilarni sizga aytmasam bo'lmaydi. Savol bermang, chunki o'zim ham bilmayman. Men bitta narsani bilaman. Rahmat sizga. Shuncha payt jonimda bo'lganingiz uchun. Opasi kelguncha seni sevib qoldim demoqchimisan? Ha, opa. Meni ham sizda ko'nglim yo'q. Hammasi chalkashib ketdi, o'rtoq. Hoş geldiniz. Hayırdır? Voy, endi nima bo'ladi? Aytuvdim senga. Shu Istanbulga bormagin degdim, men ko'nglim sezgan ekan.